Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Pulni soqqani bosyotib hozirgi prezident siyosatini ma'qullash, qo'llab-quvvatlash maqsadida mana bunaqa qurilish obyektimiz bu Utarma, Bog'dod tumani Utarma qishlog'ida qurilish obyektimizni yonidagi bo'sh turgan maydonga archa ko'chatlarini ekyapti. Ko'kalamzorlashtirish va ekologik siyosatni qo'llab-quvvatlash maqsadida mana bu archa ko'chatlarimiz 3 yillik archa ko'chatlar ekan. Xudo xolasa ular soya salqinida obyektlarimiz bitib qolsa, mana shu qurilish ishlari olib borilmoqda. Yomg'irli kunlarda dam olib, uyda o'tirgandan ko'ra beminnat beg'araz o'zimizni obyektimiz atrofini obodonlashtiryapmiz. Bu Farg'ona viloyat Bog'dod tumani Utarma qishlog'i. Mana Xudo xolasa bu katta archa ko'chatlarimiz ham bor. Ariq bo'yidagi ularda asrab avaylab, ularga qo'shimcha sifatida archa ko'chatlarini ekmoqdamiz. Hammani shunaqa qurilish obyektlarini oldida bo'sh joy maydonlariga mevali, manzarali daraxtlarni ekib qolishni tavsiya qilaman. Xudo xolasa shunaqa ishlarni qilib tursak ham tadbirkorlarga yanada ishonch ortadi.